Birinchi hafta sanasida do'stlar, mana xudo xolasa giloslarimiz sarg'ayib qizarishga o'tyapti. Do'stlar, panidagi. Panida ochganimizga 10 kuncha bo'ldi. Agarda yopiq turganda bu paytgacha qorayadi ekan do'stlar, panidagi gilosimiz. Qaranglar. Bu Navo Realtiyago payvanddagi vishniyadir. Mana do'stlar. Hozir men sizlarga buni tashqaridagi giloslar holati qana bo'lganini ko'rsataman. Tashqaridagi giloslarimiz do'stlar, mana holatdan ko'rib turibsizlar, mana. Xudo xolasa katta-katta bo'lib qoldi. Yangi istiqbolli navlardan mana do'stlar, bakni ochasizlar, meva chiqaveradi. Baho gilos o'rniga shu giloslarni ekamiz, qo'shaloqli giloslar kimga kerak bo'ladi endi. Undan ko'ra mana shunaqa dona-dona yirik qattiq giloslarni eksak, ham ertaki xudo xolasa eksportga zo'r ketadi do'stlar. Ko'paytiramiz uni. Boqmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqarsa, ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz, noyabrga tayyor bo'ladi. Ko'chatlarni ham meni kanalimni kuzatib olishlar biladi. Tashlab boryapman do'stlar. Mana ko'chat xudo xolasa noyabrga tayyor bo'ladi. Sog' bo'lamiz, biz kuzatishda davom etamiz.